asfalt sifatli chiqish uchun mana nimaga e'tibor berish kerak? To'g'risi juda ko'pchilik bilmagan. Bunga qo'l qo'yish kerak ekan akalar. Aka, hozir bu yerga qancha joyga asfalt qilib beryapsizlar? 2 kilometr aka. 2 kilometr xonadonlarga ham bosib beraverasizlar. Bu yerga narxi nechi pul? 57 mingdan tushyapti. Hamma narsasi ichida. Aka, u narxlarning ichiga yana nimalar kiradi? Katoyimiz kiradi aka, uklatchigimiz kiradi aka. Xo'p, zastitkasini o'zlari qilishami yo o'zlaringlar qilib bosib berasizlar? Biz qilamiz aka. O'zlaringlar qilib bosib berasizlar. Xonadonlarga, misol uchun, kichikroq joylar, 60, 70, 100 kvadrat joylarga ham o'zinglar borib qilib beraverasizlar. Bosamiz aka ularni ham. Xonadonlarga ham bosib berishaveradi. Azbek aka, nimaga sizlar zakasinglar ko'p? Men o'zimdan telefon qilib siz nomeringizni olib asfalt qildirishadi. Ustilik jihatinglar nimada aka o'zi? Aka endi rasta Allohning bergan rasta. Kimgadir yoqadi, kimgadir boshqachada endi. Tushunarli, uylarni asfalt qildirmoqchi bo'lsanglar, bemalol akamiz telefon raqamini pastga qo'yib qo'yaveramiz. Yo yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar. Uyini, ko'chasini asfalt qilmoqchi bo'lgan tarixchilarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Ha, aytgancha qo'ni qo'shnilar pul yo'q, ko'chasiga asfalt qilib qo'yapti ekan. Sizlar ham bu videoni qo'ni qo'shnilarga jo'natib qo'yinglar.